Assalomu alaykum. Instagramdagilar, TikTokdagilar, YouTubedagilar omonmisizlar, sog'lar, yaxshimi, tinchmisizlar? Do'stlar, juda ko'pchilik insonlar borki, hozirgi kunda mendan Yevropada turib ko'pchilik ish so'rashyapti. Yevropadagilar, ID kartalari borlar, Bolgariyadagilar, Xorvatiyadagilar, Slovakiyadagilar, Latviyadagilar, Litvadagilar, Polshadagilar shunga o'xshagan davlatlardan, xilma-xil davlatlardan chiqib, Zoir aka, Yevropada ishlar bormi deb shuncha men chiqaryapman. Afsuski, buni bir normalniy bir ko'rish olmayapti gapni ochig'i. Shuning uchun ham men sizlarga hozirgi Yevropada yurgan do'stlarimizga qanaqa imkoniyatlar, qanday ishlar bor, bularni bitta-bitta sizlarga aytib o'taman do'stlar. Hop, Samasval kranda do'stlar. Samasval minasiz kranda ish bor Shvetsiyada do'stlar. Ventilyatsiya montaji Germaniyada do'stlar. Cherepitsa qoplash Belgiyada do'stlar. Kabel yotqizish Germaniyada do'stlar. Fasad devor g'isht, ya'ni bular shunaqa ishi bor Belgiyada do'stlar. Qurilish ishi bor yana Portugaliyada do'stlar. O'rmon ishchisi bor Estoniyada do'stlar. Qishloq xo'jaligi Germaniyada bor. Tozalash ishlari Germaniyada do'stlar. Kabel yotqizish Shvetsiyada ish bor. Beton armatura Litvada ishimiz bor. Tuya dekoratsion o'simliklarni, ya'ni parvarish qilish, yetishtirish, bular Niderlandiyada bor. Plitkachi Germaniyada do'stlar, plitkachilar, santexniklar kerak do'stlar Germaniyaga. Avto tunikasos, bu ham Germaniyada do'stlar. 40 tonnalik yuk mashinani haydash Germaniyada do'stlar. Fasadchik yana Germaniyada, fasad ustalari do'stlar yana Estoniyada, kiyim kechak ombori Polshada do'stlar, mashina bo'yog'i tayyorlash, shpaklovka qilish, ya'ni mashinani, bu ham Germaniyada bo'yoqqa tayyorlash do'stlar. Bo'yoqqa hozir qilib tayyorlash, shpaklovka qilib. Kran bo'yicha elektrik ishchi Germaniyada do'stlar. Shofyorlarga ish Germaniyada do'stlar. Bu ham BC toifasi bor, CY toifasi borlar uchun shofyorlarga bor. Beton zavodi bu ham do'stlar Germaniyada. Qo'limizda hozir mana shunga o'xshagan vakansiyalar juda ko'p. Bu do'stlar yana bir narsa bor. Bular oyliklari juda ham bir zo'r, eng kamida 12,5-13 yevrodan boshlangan Germaniyaniki do'stlar. Estoniyalarga ham 11 yevro, 10 yevrodan boshlangan do'stlar. Estoniyadagi, Latviyadagi ishlar bo'lsin va Polshadagi ishlar ham bo'lsin, shunaqa do'stlar. Oyliklari baland. Bu faqatgina Yevropada ID kartalari bor insonlar uchun Yevropada mashlarda yerlashtirishligimiz mumkin mana shunday ishlarga do'stlar. Endi kimdir chiqib aytishligi mumkin. Zoir aka, men mana shu Samasval kran Shvetsiyaga bormoqchiman. Mana shu Samasval ishi uchun katta Samasvallarni binaman men deydigan insonlar uchun bilinglarki do'stlar, bu vakansiyalar doim qo'limda tayyor bo'lavermaydi. Buni o'rniga yana boshqasi kelaveradi. Xilma-xil ishlar bor, juda ko'p. Bu to'lib qolishligi mumkin. Hozir siz murojaat qiladigan bo'lsangiz, to'lib qolishligi mumkin bu ish. Deylik, oddiy bir men mana shu patinkani olmoqchiman deysiz, do'stim. Misol, oddiygina mana shu patinkani olmoqchiman deydigan bo'lsangiz, do'stim, bu patinka mana Adidas ekan, to'g'rimi? Adidas patinka ekan. Do'stim, bunda mana shu siz istagan patinka hozir qo'limizda tugagan, lekin buni sal qora rangi bor yoki bo'lmasa ola bula rangi bor, oqi ham bor-ku, Adidas betga yozilmagan, maydaga yozilgan deymiz, misol. Shunaqa ishlar bor. Xilma-xil ishlar chiqaveradi. Bular faqatgina bizni o'zbekistonliklarga va menga qarab turgan, Zoir akaga qarab turgan ishlar emas do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Chunki mana shu butun Yevropa bo'ylab katta-katta hozirgi kunda konsulting firmalar bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapman do'stlar. Endi bilinglarki, bular faqat menga qarab qolgan nima emas. Boshqa qancha-qancha ularda hamkorlari bor, ishlayotgan insonlar bor. Ukrainaliklar bilan, bundan tashqari Moldovanlar bilan, mana misol, turklar bilan va menga o'xshagan mana shu YouTuber Zoir akaga o'xshagan o'zbeklar bilan ham hamkorlik qilishadi bular. Ana shuning uchun ham do'stlar, bulardagi ishlar to'xtab qolmaydi hech bir zamon. Qarab turmaydi. Menga mana shuni Zoir to'ldirib beradi, odam tashlab berish kerak degan narsa yo'q bularda. Shuning uchun ham mana misol do'stlar, buni boshida nima qilish kerak? Menga anketa va ID kartangiz ikki tomoni do'stlar. Ikkala tomoni ID kartangiz va pasportingiz, zagran pasportingiz va anketa to'ldirib berishingiz kerak.
Praviz bo'lsa, pravani ham ikki tomonni olib tashlab berishingiz kerak. Anketa degan ya'ni rezume va CV shunga o'xshagan narsa. Mana shunaqa menga tayyorlab berasizlar, tashlab berasizlar va buni to'lovi bor do'stlar. To'lovi bo'lmaguncha bular hech bir ishni biron qilmaydi. O'zingizdan o'zingiz hozir mana misol bir hotelga borib qolmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizdan o'zingiz uzatib turib menga bitta hotel tayyorlab qo'yinglar demaysiz, to'g'rimi? Pulini avansini berasiz, ana undan keyin bular sizga hotel tayyorlaydi. Xuddi mana shunday bular ishlari ham hozirgi ishlari shunaqa. Bularga biz avansini beramiz, bular biron qilib qo'yadi. Asosiy narsa sizni borib kelgandan keyin u yerga sizni %100 garanti bo'lgandan keyin sizni mana shu yerga ishga olishlikka garantiya %100 bo'ldi, gap yo'q. Bu odamni biz kutyapmiz degan vaqtda qolgan pulingizni ham oladi do'stlar. Shuning uchun xabarlaring bo'lsinki, ko'pchilik buni tushunmayapti, bilmayapti. Men qisqacha qilib sizlarga yetkazib qo'yyapman do'stlar. Buni vazifasi mana shunday, buni ishi shunday do'stlar. Yevropada hozir menga chiqadigan bo'lsalaring do'stlar, mana shu hozir aytgan narsam dokumentlarni tashlab, albatta buni to'lovlarni ham qilishlaring kerak bo'ladi. Men sirazi bular tashlab berib, mana qo'lingga avansi. Sirazi mana shu ishni biron qilgin. Endi do'stlar, ertaga deylik, u ish qochdi, qo'limizdan qochdi, ketib qoldi. Deylik, mana shu misol hozir aytdik-ku, mana ish qochib ketib qoldimi? Qo'limizdagi ish o'sha to'lib qoldi. Bilinglarki, sizlarga boshqa ishda aytishadi. O'zlari chiqadi. Chunki rezumingizda sizni telefon nomeringiz, emailingiz hamma yozilgan. Ana shu vakansiyadan o'zlari chiqishib deydi sizga mana shu bu ish emas. Bu konsultant aytadiki, bu ish emas. Sizga keling, mana ishni qilib beraylik biz. Mana shu ish bor qo'limizda. Mana shu sizning ishingiz bo'yicha. Chunki rezumingizda tamoman tushuntirgan bo'lasiz. Deysizki, men mana shunaqa 20 yillik bunaqa tajribam bor. Qurilish sohasida tajribam. 20 yil, men mesela 10 yil nima o'qiganman, shofyorlikka o'qiganman, tajribam bor degan narsalar, xuddi mana shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ular o'zlari sizlarga chiqadi. Do'stim deydi, mana shu Adidas qo'limizdan ketib qoldi, uzr deydi. Boshqacha Adidaslarimiz ham bor, xohlasangiz Reebok bor, xohlasangiz nima deydi endi Puma degan nimalarimiz bor. Bular ham Adidasdan qolishmaydi. Yoki bo'lsa Reeboklarimiz bor deydi. Xuddi mana shunga o'xshagan narsa do'stlar bu ham. Ish shunday. Ko'ngillaring xotirjam bo'lsa, lekin juda tez yerlashib ketasizlar. Ya'ni qolib ketmaysizlar. Oylarcha qolib ketib, nima qilib kutilmaydi. Uzog'i bilan 20 kunda sizlarga ishni tayyorlab, jo'natib, to'g'ridan ishga olib borib yerlashtiriladi. Asosiy sizlarga yetkazib qo'yadigan narsa mana shu edi do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa, aytamanki, yana menga Telegram gruppamizga kiringlar yoki bo'lsa mana shu yerda Instagramda shaxsiydan yozsalaring, qo'limdan kelgancha, vaqtim bo'lgancha men sizlarga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Qiziqqanlar bemalol chiqaverasizlar. Yana keyingi videolarimizda o'zbekistonliklar uchun ham 50 dan ziyod meni hozir qo'limda vakansiyam bor. 50 dan ziyod oshiqcha o'zbekistonliklarga приглашение qilib berayotgan firmalarim. Bu ham bitta davlatdan emas, 11 ta davlat bor. 11 ta davlatdan men O'zbekistondagilarga приглашение qilib beryapmiz. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.